endilikdeki mavzuna vatandaş başta ettik biz. 12. ayının 18. günü islahat işini etüvetişten 40 yıllık münasebeti bilen Reis Xi Jinping sözügen nutqdan biz bunu asasiyatı 12. ayının 1. günü Buenos Aires şehirde Prezident Trump efendi bilen söhbet kurup vegan vaat isteyeni valdiydi. Bunun cevaben Amerika alakadar taraflardan hiç kandan bir söz ibarət olmagan edilirken Amerika Qo'shma Shtatlar rahbarligi Prezident Trump rahbarligidagi hukumatning qattiq qo'lli arboblardan biri Navarro, savdo maslahatchisi Navarro xuddi shunaqa javob bergandek javoban nutq so'zlabdi va fikr qoldiribdi. Shuning ichida bir jumla so'z bor, shunaqa diqqat qilsanglar bu balki qaraganda Reis Xi Jinping'e verilgan cevap bo'lishi kerak deb tahlil qildi. Mavzu bundan. Aqsaray savdo maslahatchisi Navarro Jungo bizning kelgusimizni o'g'irlashga urinyapti dedi mavzular xabar 12 ayning 22 kuni Amerika ovozidan muxtajlik programmasi e'lon qilindi xabar. Bundan boshdan Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning savdo maslahatchisi Navarro bunday ko'rsatdi. Jungo savdo va sanoat qurilmasini umumyuzlik isloh qilishga tayyorlik qilmaydi ekan, ikki davlat uzun muddatli kelishim imzolay olmaydi. Diqqat qiling. Navarro nima deydi qarang. Jungo savdo va sanoat qurilmasini umumyuzlik isloh qilishga tayyorlik qilmaydi ekan, ikki davlat uzun muddatli kelishim imzolay olmaydi. Navarro bu haftanın 4. günü Yaponiya Nikkei gazeti muhbirinin ziyaretini kabul kılganda yok arkadaş görset. O mundaq dedi. Çünkü bizden texnikimizni qo'g'lashyapti. Yaponiya, Amerika, Yevropaning kelgusini o'g'irlayapti. Navarroning mundaq ifoda bildirishi tashqari dunyoda Amerika bilan Jungo ikki davlat eng oxirgi vaqt ichida kelishim hosil qila olamdi yo'q degan gumonni texama kuchaytirib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Jungoning raisi Xi Jinping o'sha oyning 5-ida 20 davlat guruhining Argentina yig'inida savdo urushini vaqtli to'xtatishga qo'shilib kelar yili 3. ayning 2. kunigacha 90 kun ichida 90 kunlik muhlat ichida o'zaro yemadan tamoyibaga qo'ymaslikka kelishgan edi. Navarro prezident Trump hukumatida qattiq qo'l odam deb qaraladi. O'manda ko'rsatdi. Jungo yarim yo'lda tashlab qo'ya olmaydi. Amerika ko'ngil bo'layotgan barliq masalalarni hal qilib ikki davlatdan kelishib imzolashiga o'ng'ayli to'g'riroq berishi lozim. Başka bir cümle başka maaşlı bir cümle yani şu konuda yöneticilerin cevap olması gerektir ben. Navarro prezident Trump hükümetinde hatta bol adamda araladı. Ondan ko'rsatdi. Jungo yerim yolda tashlab qo'ya olmaydi. Amerika ko'ngil bilayotgan barliq masalalarni hal qilib barliq masalalarni hal qilib ikki davlatning kelishim imzolashiga o'ng'aylik tug'dirib berish lozim. Jungo shunaqa qiladi. Buyruq shaklida qo'yilgan gapkan bu vatandaş. Amerika ko'ngil bilayotgan masalalar jumladan texnika o'tinib berishga majburlash. Internetda josuslik faoliyatini berish. Hukumat yetakchiligida mablag' silish. Endi tamoyilbeli ve gayri tamoyilbeli qo'rg'onlar qatorliqlardan iborat. Kanada yaqinda Jungo Huawei shirkatining moliya amaldori Ming Wanjuni qo'lga olib, savdo suhbatining vaziyatini jiddiylashtirish.
Çünkü men vancını kolga ilişki karşı döndü. O men vancı nöbeti Amerika'ya gidip giriş meselesiyle dönüş geldi. Evvellerge qarğandı onun kol eğlenişi Amerika'nın imparatorluğu siyasetlerine xilaflı, kılgallıkla münasip oldu. Ne var o bunda görsen? Mavi şirketi işlep çıkargan yan ton xatarlı. Çünkü bu yan ton bizden alırımız ve hükümetimizde nazaret kılalaydı. Onu da görsen. Yumuşak devamlı yanılaş. Mesela bu haber gezdiği inkaslarda katlanan vatandaş gibi değil. İnkas birinci. Koy padişe Petrap kendi giyen potansiyeleş. Baş koyuş ve tamamlaş. İnkas ikinci. Amerika Koşmuş Ştatları Cumhurbaşkanı hükümetinin Tayvan'a çekingenliğinden ibaret açık tarihi savaşın tecrübe savaşı. Evet, Amerika Koşmuş Ştatları sabah prezidentleri yandık, olan var. Kırk prezident. Yani senin imkasına cevap verdi. Şu prezident ne kaldı? Prezident Trump kadar. Yavuz. Yani yanlışın tamamı Yavuz ve namussuz Komünistik Parti hakimiyetine umumiyizdir. Çok tanı verişimiz var. İnkaz yani bir Navarro Prezident Trump hükümeti işçide Irak'ını köreleydiğin rehberlerinin biri. Navarro Prezident Trump hükümeti işçide Irak'ını köreleydiğin rehberlerinin biri. Ne var ona kollayız. Bugünkü şeylerimiz ahırlaştı. Ahırda bir işki kız yapkılımız hürmetli kötüldür.